Menga qara. Ota-onang bugun ham kelishmoqchi ekanmi seni? Jonimga tegib ketdi. Har kuni kelaverishmasdan aytib qo'ygan. Nima demoqchisiz? Вообще tushunmadim men sizni. O'zingiz ota-onangiz ham har kuni sotda. Qo'ying 3 ta kez bor. Borsin o'shalarnikida tursin. Bu uy maliki. Xohlagan odamimni olib kelaman, xohlaganini olib kelmayman. Akalarimni barcha aralashtirmaga, tushundingmi? Men xotiningizman. Ota-onam xohlasa keladi, xohlamasa yo'q. Chidasangiz shu. Menga qara, bo'pti kelishamiz. Seni ham ota-onang kelmaydi, meni ham ota-onam kelmaydi, bo'ladimi? Bo'ldi, kelishdik. Agar siz ota-onangiz kelganda siz yashayni olsangiz, meni ota-onam bir umr biz bilan yashaydi. Agar meni ota-onam kelganda men yashayni olsam, siz ota-onangiz yashaydi. Yaxshi. O'g'lim, eshikni och. Adangam biz keldik. Buloqqa ochiq qolgan eshikni. Onajoningiz keldilar. Boring oching eshikni. Yugurib oching. Qizim eshikni och, biz keldik. Ocha qo'y eshikni, qizim, sog'inib ketdim. Onang bilanmi? Onangga qo'shilib otang ham kelibdi. Bor, o'tirma, och eshikni. O'tirma, tur, eshikni oldida ota-onang turibdi seni. Bor, och eshikni. Qizim, och eshikni. Biz keldik. Bor, och eshikni. Ota-onang orqasida kutib turibdi. Bor, yugur. Bor, och, ota-onang kelgan. Ada, oyi, bizning mentalitetda o'g'il farzand tug'ilganda juda ham xursand bo'lishadi, lekin qiz farzand tug'ilganda unchalik emas. Ko'pincha qizlarning o'rni o'g'il bolalarga nisbatan kamroq bo'ladi. Va bu har bir qiz bolaga ertangi ayol bo'lib hayotini qurishga juda ham ko'p muammolar tug'diradi va xalaqit beradi. Aynan shunday og'riqli ayollar bilan men juda ham ko'p ishlayman. Lekin endi hurmatli ayollar, siz o'zingizni o'zgartirib, dunyoqarashingizni o'zgartirib, mana shunday ayollar uchun meni maxsus ishlab chiqarilgan programmam bor. Buning uchun Play Market yoki App Store'dan Amore приложениесini skachat qiling va meni darslarimni qulay, arzon narxida ko'rib, o'zingiz hayotingizni o'zgartiring va sevimli ayolga aylaning.